Husayn Voiz Koshifiy degan zot o'tganlar. Bu kishi Alisher Navoiy Hazrat bobomizni zamondoshlari. Rashohat sohibi Faxriddin Ali Safiy Hazratni dadalari. Tafsir Husayniya, Futuvatnoma Sultoniya degan mashhur kitoblarni muallifi Husayn Voiz Koshifiy. Voiz degan nomdan bilsak bo'ladi. 10 minglab, 20 minglab odam u kishini nutq qilgan eshish uchun keladi va holi butkul o'zgarib ketadi. O'ta maqom ulug' zot. Shu kishiga har joylardan odamlar kelib, juma kuni ehson tashlab ketishar ekan. Bir qop pul bo'lib ketar ekan. O'sha pulni shomgacha yetim yesirlar, beva bechora hammaga tarqatib chiqar ekan. Hammaga. Va o'zlari mol dunyoga umuman qiziqmagan va madrasada bitta hujrada turgan, kichkina bitta xonada. Uy joyi qilmagan ekan. Bir kuni keldi-ketdi ko'payib, savol-javob bo'lib, boshqa qilib ziyoratchilar ko'payib, quyosh botguncha tarqata olmay qolibdi, qolib ketdi. Keyin bir qop pulni xonaga olib kelgan. Kech bo'lgan, sekin ovqatga o'nab tursa, osh qilaman deb taq eshik taqiladi. Shuni ochishlari bilan yuzlari to'silgan 3 ta qaroqchi shunda pichoqni bo'yniga tirabdi. Ovozing chiqmasin dedi. Ichkariga kirgan. Bugun jumada tushgan pullar qanday? Mana qopda turdi. Shuni berdi. Xo'p. Shunda joning omon qoladi. Mayli, dema olaveringlar. Kirdi, endi ketayotganda. Bolalarim, men bir odatim bor. Bizni xonamizga kim kiradigan bo'lsa, hech qachon mehmon qilmasdan chiqarmaganman dedi. Qornlaring och bo'lsa, men hamma narsa tayyor edi. Osh qilyapman. Shu yeb ketinglar, keyin ketaverasizlar. Bir qop pul ham sizlarga. Bir-biriga qaradi, rosa och ekan o'zi. Xo'p deyishdi. Keyin eshitib qo'llab qo'ydi bittasi. Shunda bolam bo'lmasa bekor o'tirmay, sen so'zini to'g'ri dedi. Sen guruch suvga solgin. Men o'tmaydi deyman. Sen falon narsaga qara dedi. Sekin o'tmaydi deb jimjit. Keyin sukunatni buzib Husayn Voiz Hazrat aytadi. Bolam sizlarga bir hikoyat aytib beraymi dedi. Baribir bekor o'tiribsiz, ayting dedi. Bir kambag'al odam bor ekan. Shu odam dalada bir kuni yer haydaysa, hali omochi tiq etib bir narsa tegdi. Qarasa katta ko'zi, ochib qarasa tilla, to'la. Shoshib qolibdi. Umrida uni tilla ko'rmagan. Keyin dalalar avval biz agrorodimiz uyimiz oldida uzoq-uzoqlarda bo'lgan. Buni bir o'zim olib keta olmayman deb qaytib borib, qo'shnisi rosa boy ekan. Boyni eshigini taqillatib chaqiribdi. Men bir xum tillarni topib oldim. Siz bilan birga olib kelsak shuni dedi. Siz ham menga sherik bo'ling. Xo'p, keldi. Bu kovlab chiqardi, boy tortib oldi haligini. O'zi ham chiqib, qani ketdikmi degan payti boy bir mush urib ag'dardi haligi kambag'al. Voy, meni nimaga urasiz? Men seni o'ldirmoqchiman dedi. Nimaga o'ldirasiz? Chunki nima qilaman buni ikkiga bo'ldi. Hammasi menga bo'ladi. Menga bo'ldi, xumam tilla ham kerak emas. Hammasini olavering, men sog' salomat qolsam bo'ldi, bola chaqam bor desa, yo'q deydi, sen aytib qo'yasan baribir dedi. Shuni ketmonni olib, endi uraman degan payti to'xtang dedi. Aniq o'lishini bilgandan keyin xotinim homilador. Mabodo o'g'il tug'adigan bo'lsa, ismini Dod deb qo'ysin. Shu men omonatim, vasiyatim yetkazib qo'ying dedi. Shumi? Ketmonni bu tarafini bir urib boshiga o'ldirdi haligi. Ko'mdi, ketdi. Uyiga kelib turib, xotinga aytayaptiki, dalada o'tib ketayotgan paytim eringni ko'rib qoldim. Qaroqchilar urib o'lasi qilib ketgan ekan. Borib yordam beraman desam, o'ladigan holatda menga bir vasiyat qildi. Sen homilador ekansan, o'g'il tug'sa Dod deb qo'yasan ekan. Bo'pti, men ketdim. Bechora yig'lab qoldi xotin. Oradan vaqt o'tdi, o'g'il ko'rdi, ismini Dod deb qo'ydi. Endi ona sekin-asta katta bo'lib, dastyor bo'lib qoldi. Dod bor, suv olib kel. Dod uni olib kel. Dod buni olib kel deb chaqirar ekan. Bir kuni ko'chadan podshoh lashkari arabasi bilan o'tib ketayotgan payti Dod yugurib ketib qolibdi otlar tagiga. Shunda haligi ayol ovozini ko'tarib, "Dod, bolam to'xta! Dod, orqangga qayt" deb Husayn Voiz Koshifiy Hazrat ovozini baland ko'tardilar. Ularga sezdirmay o'tib, aylanib aytayapti-da, o'tayotib eshikni haligi zanjirni shuni olib qo'ydi. "Dod, qayt bolam, Dod" deb ovoz chiqqan.
Madrasadagi hamma o'quvchilar eshitgan talabalar. Yugurib kelib eshitishni ochdi. Ustoz nima bo'lyapti? Ushlanglar haliglar uchalasini dedi. Ushlashdi. Qarang bu yerda haligi. Ajoyib tadbirda. Mirshablarga topshirishdi. Keyin bilishsaki, ular podshoni xazinasini ham o'marganlar ekan bir necha yil oldin. Shuncha vaqtdan beri topolmagan. Podshoga bu xabar yetgandan keyin qozilar ularni o'limga hukm qildi. Dor tagida turibdi. Uchalasi ham. So'nggi tilaklaring bormi? Bor. Nima? Husayn Voiz Koshifiy chaqirib kelinglar. Nima qilasizlar? Hali hikoyani oxiriga yetkazib qo'ysin, nima bo'ldi? Shuni bilaylik, haligi ot tagiga yugurib ketdi, hali bechora bolacha nima bo'ldi oxiri? Keyin tortaveringlar dedi. Qarang, mana shu yerda chala narsa insonni juda ko'p qiynaydi. Hayotingizda chala qolgan ishlaringiz bo'lsa, albatta uni yo yakunlash, yo bo'lmasa voz kechib yuborish kerak to'liq. Ko'ngilni bir tarafi, miyani bir tarafi o'shanga ishlab turar ekan, asosiy ishni qila olmaymiz. Qarang, u o'zi o'ladigan bo'libdi. Senga nima qizig'i bor? Yo'q, o'shaning uchun seriallarning eng qiziq payti chala to'xtatib qo'yishadi. Ertasigacha gapirib yo o'ylab o'tirish uchun. Demak, keldi Husayn Voiz Koshifiy. Ha, bu hali tugamadi. Xo'sh, eng qizig'i bu yoqda. Keldi, aytib beryapti. Nima bo'ldi, ayting endi. Dod yugurib podshoning oldiga chiqib ketdi. Aravani to'xtatdi. Hamma mirshablar yaqinlashdi, yo'q qo'yib yuboringlar. Bolajonim ke. Ayasib keldi. Voy, ming bor uzr podshohim, beodobchilik qildik. Yo'q. Nimaga sen dod deyapsan desa. Ismi dod debdi. Shunaqa ism bo'ladi. Nimaga unaqa qo'ygan? Dadasi shunaqa qarashlar ekan, qo'shnimiz hali ham janozasini o'qib ko'mgan ekan, o'shaga vasiyat qildi. Podsho shu farosatli odam edi. Uni bekorga bir hikmat bilan dod deb qo'ying deganni tushundida saroyga yuringlar dedi. Saroyga olib ketdi ona bolani va boyni toptirib keldi. Boyni chaqirdi, juda qattiq tergov qildi o'zi. Bir siyosat qilganda hammasini tan oldi. Va sen nohaqdan odam o'ldirganing uchun seni o'zingga o'lim hukmini o'qiymiz. Hamma molingni dodga xatlab berasan dedi. Keyin dodga qarab aytdiki, meni sendan kichkina qizim bor. Katta bo'lsang, shu qizimni senga beraman. Shu davlatingni ham yarmi seniki bo'ladi. Sen hech yetimman deb turib xafa bo'lmagin. Men seni otang bo'laman. Otang o'rnida ota bo'laman. Hech g'am chekma. Bugundan boshlab seni isming Dod emas. Sen doim xursand bo'lib yurgin, diling shod bo'lsin deb Dilshod deb qo'yaman ismingni deb aytgan ekan. Keyin oxirini eshitgandan keyin qarashlar bo'ldi, tortaveringlar arqonni dedi. Shu paytda Husayn Voiz Koshifiy hazrat to'xtatdi. Podshoga qarab, podshohim, mana shu 3 ta jinoyatchini, xatokorni umrini bizga bag'ishlasalar, o'limga hukm qilmasalar, bizga shogirdlikka bersalar dedi. Bular o'g'irlar bo'lsa, siz nima qilasiz? Deganda aytadiki, men shu hikoyani yarmiga yetganimda haligi boy kambag'alni ketmoni bilan urib o'ldirdi degan joyimda ko'zlariga qarasam, uchalasim yig'lab turgandi dedi. Bularni qilayotgan ishi noto'g'ri bo'lishi mumkin, lekin qalbi juda ham salim ekan dedi. O'shaning uchun bulardan nimadir chiqadi deb o'yladim o'shanda dedi. Keyin xo'p deb jonlaridan omon qolishadi. Uchalasi ham Husayn Voiz Koshifiyga hazratga shogird tushib, kitob yozib qoldiradigan darajada olim bo'lishgan ekan keyin. Tasavvur qilyapsizmi? Ya'ni biz bugungi kunda jamiyatda, ayniqsa ziyolilar shu pozitsiyada turish kerak. Bir inson yomon bo'lsa, yomon ish qilayotgan bo'lsa, o'sha qilayotgan ishiga diqqat qaratish kerak, odamga qaratmasdan. Juda ko'p odamlar qalbi salim. Biz alhamdulillah, biz o'zbeklar odobi bilan har taraflama o'rnak olsa arziydigan millatimiz, Xudoga shukr. Umuman Mo'rnaxalda hamma qirg'izlar, qozoqlar, tojiklar tugim hammasi. Endi eng qizig'i inson nafsiga ozgina bo'ysunib yoki ijtimoiy muhit ta'sirida xato ish qilish mumkin. Xatoligini yomon ko'rib, o'zini yaxshi tomonga tortish kerak. Va o'sha ehtimol yomon tomonda turganlar, ehtimol o'sha xudosizlar deylik. Dindor qatlamni yomon ko'rmasligi, dindor qatlamga agressiyasini yoki radikalligini va sapchishini har taraflama ijtimoiy tarmoqda yoki og'zi bilan boshqa qilib turib, jamiyatda ixtiloflarni yo'qotishlik juda katta muvozanat topib keladi.
Ya'ni bu yerda o'yinni kim buzayotgan bo'lsa, o'sha butun xalqni dushmani bo'ladi. Kim kimga tosh otayotgan, kim kimni yomonlayotgan yoki kim birinchi boshlagan bo'lsa. Endi eng qizig'i islohni kim birinchi to'xtatish, kim birinchi qadam tashlashni harakatni qo'ygan bo'lsa, o'sha odam o'zi aslida haqiqiy islohotchi bo'ladi. Ya'ni odamlar o'rtasidagi ixtiloflarni ketkazishlik mamlakatlarni ko'taradi. Xalqni ham yaxshigina bir darajaga olib chiqadi deb o'ylayman.